Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari. Mana biz bugun Beruniy tumani Qizilqal'a ofidamiz. Bugungi temamiz joy temasi. Shu ko'rib turgan joyimiz sotiladi. Orientirga kelsak, katta sentralniy yo'lning bo'yinda joylashgan. Bu tomonimizda Ellikqal'adan keladi. Bu tomonimiz Sulton Uvays boboga chiqadigan yo'l. Bu yerda oldinda magazinlar hammasi bor. Bu yerda gaz, svет, internet muammo emas, hammasi o'tgan. Joyimizning tashqi ko'rinishi bahosi ham zo'r bahoda. Agar joy izlab yurgan tanishlaringiz bo'lsa, do'stlaringiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ying. Yaxshi niyat etib joy izlab yurgan bo'lsa, bahosi zo'r baho. Yerlari juda keng, katta yerlari juda. Suv kelsa, sразу berib suv chiqadi yerlarni. Yig'ayotgan yerlar. Joyimizning ichki ko'rinishi, kirgan yerimiz kichkina перекошка. Перекошкаdan to'g'riroq okna. Koridorimiz bor, shu yerda to'g'rida hammasi patologlangan, ishlangan. Bu yerda yana bir xonamiz bor. Hammasi remontlangan, patologlanib ishlanib turibdi hammasi. Spalniy xonamizda. Bu xonamiz ham spalniy xona. Patolog hammasi, отопление hammasi o'tgan. Bir kirib o'tiradigan qo'l. Bu yerda yana bir xonamiz bor. Hammasi patologlangan, ishlanib tur. Bu yerda katta zalimiz bor. Remontlari bor, remontlari ishlangan hammasi. Joyimizning narxina kelsak, 160 million so'm. Shu ekranda telefon raqamlarini, egasining nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol bog'lanib, qo'ng'iroq qilib ko'rishingiz mumkin.